Betakror zamin chehralari. Mening manzilim O'zbekiston. So'zana kashta turlari ham har bitta viloyatga bo'lingan bo'lib, ya'ni Nurota nusxasi bo'lgan, Farg'ona nusxasi bo'lgan, Navoiy nusxasi bo'lgan, Samarqand nusxasi bo'lgan va o'zimizning Toshkent oypaliklarimiz bo'lgan. Bular hammasi ajralib turadigan, tikilishi bir xil bo'lsa ham, ajralib turadigan tomoni nusxasi bilan ajralgan. Ya'ni misol uchun bizda Toshkent nusxasini oladigan bo'lsak, katta oypaliklar ishlatilgan bo'lsa, Nurota nusxasida bo'lsa, mayda gullar ishlatilgan. Hattoki mana shu chet elliklar mana shu so'zanani xarid qilib sotib olishayotganda, uni faqatgina chiroyliligiga qarashmas ekanki, nima uchun mana shu ishni olasan deganda, buni qo'l mehnatligini nimaga qadrlashar ekan? Chunki o'sha kashtada qancha energiya o'shanga sarf qilingan, ya'ni kashtachining energiyasi, chizuvchini, naqqoshi, hammani o'shanga kuchi, zehni, aqli, ya'ni mehnati o'shanga jalb qilinganligi uchun ular sotib olishdan ham maqsad, uyiga osib olishdan ham maqsad mana shu butun energiyani o'ziga olish bo'lar ekan. Uyda boshida ancha kelishmovchilik bo'lgan, chunki unda hali kichkina edim, endi 16 yosh edim va o'sha narsalarga o'sha payt onamlar qarshi chiqqanlariga ham, o'sha hammasiga qarshi chiqib, shu narsani o'rganib, davom ettirib shu darajaga kelganimdan juda ham xursandman. Hech qachon afsuslanmayman. Betakror zamin chehralari. Mening manzilim O'zbekiston.